Hozir tushunishim bo'yicha, mana bu sanatoriya, to'g'rimi? Chinobod sanatoriyasi, mana bu sizning hovlingiz. Buni qarang. Tayyor sanatoriyaga qo'shni bo'ladigan. Bu sanatoriyaga qo'shni bo'ldi degani bu Pashti sanatoriyaning ichida yashaydigan odamda, to'g'rimi? Mana hovlini zo'rligini qarang. Avtomobil qo'yish uchun joylari bor. Xo'p, ger aylanasiga xonalar. Umumiy hisobda 9 xonasi bor dedingiz-a? 9 xona, 7 ham suti. 2-3 ta oila bemalol yashasa bo'ladi, to'g'rimi? Bu qarang zo'rligini. Yer hisobida sotilayotgan ushbu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Nech pul so'rayapsiz? 280 ming so'rayapmiz. 280 ming. Kelishiladigan joyiz bor-a? Bor. Ha, zo'r ekan. Uyingiz lekin sanatoriya ekan. Haqiqatdan ham zo'r ekan. Qarang, biz sauna basseyni ham bor. Eng qizig'i. Ah, saunasi ham bormi? Sauna basseyn. Yo'q-e. Qatta bu yoqdami? 10 qo'lda. 10 qo'ldami? Buni qarang. Voy-vo. Zo'r-u, a? Tayyor basseyn. Bu yoqda sauna. Bu yoqda sanuzil bor ekan. Xuddi shunaqa. Bu yoqda yana nimadir xonalar. Xonalar. Aka zo'r ekan uyingiz. Sanatoriya ichidagi sanatoriya ekanda. Kichik sanatoriya. Ha, ichki sanatoriya. Bo'ldi, aka, xudo xolasa siz telefon raqamingizni qo'yaman. O'zlari aloqaga chiqishadi. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Kutamiz. Qarang, hammamizga shunaqa yaxshi xonadonlarda yashash nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.